Devam birleştiğimiz hürmetlik vatandaş. Bugünkü islağı 2020 yıl 11. ayının 17. gün endiki yeni mavzu leksiyonun devamı hürmetlik vatandaş. Yaponiya Tashqi ishlar vaziri Biden Shangang masalasi qatorliq masalalarda Prezident Trump selishtirganda texama qattiq qo'l siyosat yurgizdi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11. ayning 16. kuni Birlashma gazetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshladi. Yaponiya Tashqi ishlar vaziri Mao Mo-min-chong Tokyo'da muhbirlar kütübeleşiğini ötküzüp bunda ko'rsatdi. Kishilik huquq Hong Kong Xinjiang meselesinde Joe Biden hükümetinin Jungo'ga qo'llanadigan pozitsiyasi Prezident Trump hükümetinin pozitsiyasidan texama qattiq bo'ladi. Yulduzliq Orol gazeti xabar qilib bunda ko'rsatdi. Navbatda Amerika Jungo munosabati jiddiylashyapti. Vezir Mao bunda ko'rsat. Qarama-qarshi munosabat darhol bir taraf qilib etilmaydi. O bunda hisobladi. Joe Biden siyoset yurgizisimi iqtisodiy tijorat sohasi taraflarda Amerika Jungo munosabati yanada qattiq qarshilashida. Mao bunda dedi. Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri Jungo Amerika klimat o'zgarishi dunyo saviyasi qatorliq masalalarda qadamni moslashtirishi mumkin. Lekin kishilik huquq Hong Kong, Xinjiang masalasi qatorliq masalalarda Joe Bidenning pozitsiyasi Donald Trumpning pozitsiyasidan texama qattiq bo'ladi. Joe Biden siyosat yurgizgandan keyin davlatning ichki vaziyati bilan ko'p tarafli o'tirisida tangfungliqda qanday qo'lga keltirdi? Shunga qarash kerak. Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri Mao bunda ko'rsatdi. Yaponiyaning bexatarlik kapolati klimat o'zgarishi qatorliq xalqaro masalalarda hamda erkin ochib etilgan Endi Tinch okean tasavvurini ishga oshirish jihatda musha masalalarda Amerika davomli moslashishga qanday va'da berdi? Bu Yaponiya tashqi siyosatining muhim masalasidir. Tashqi ishlar vaziri Yaponiyaning ma'mumunda ko'rsatdi. Jungoning iqtisodiy milliy daromadi 20 yil burun 4% bo'lsa, hozir 4% hassa ko'payib 16%ga yetdi. Jungoning davlat mudofaa xarajati har yili o'rlayotdi. Yaponiya Jungoning Sharqiy dengiz, Janubiy dengiz rayonlarida qurol kuchi bilan hozir holatni o'zgartirish harakatlarini Yaponiya qat'iy cheklaydi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Mao yana bunday ko'rsatdi. Iqtisodni kechiringlar, o'z ichiga olgan holda Jungo Yaponiyaning muhim qo'shnisi. Cho'ng davlatga aylangan Jungo o'lchamlik xalqaro mas'uliyatni ustiga olishi lozim. Jungoning mas'uliyatni ustiga olishi uchun aydakchilik qilish va Yaponiya tashqi siyosatining mas'uliyatidir.